Xolodilligingizda 1 stakan sut bo'lsa, hech kim ichmayapti-yu deb qo'shningizga sotib olishga shoshiling. O'sha 1 stakan sutdan hozir shunaqa go'zallik yaratamiz. Sutga tuxum, shakar, dro'jji va eritilgan sariyog' solib, yaxshilab aralashtirib olamiz va oz-ozdan un ilab solib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Tayyor xamirimizni ustini yaxshilab strichlab, oshirgani olib qo'yamiz. Xamir oshguncha nachinka tayyorlaymiz. Yong'oq maydalayman deb cho'pperimga qarasam, cho'pperim shu ahvolda. Buni ishqalab o'tirishga umuman vaqtim yo'q. Eng yaxshisi va oson usuli, cho'pper nasatkalarini bitta idishga solib, Germaniya mahsuloti Bavi super очистительdan qo'shib, ustidan qaynoq suv quyib yuborsam, masala hal. Bavi reaksiyaga kirishib, hamma kirlarni bittada yo'q qilib yuboradi. Natijasini o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Yengidek bo'ldi. Top-toza bo'lgan cho'pperimizni artib tozalab, ichiga yong'oq, shakar va eritilgan sariyog' solib, cho'pperda maydalab olamiz. Endi oshib tayyor bo'lgan xamirimizdan bir xil qilib zuvalachali yasab olamiz. Bir tekis qilib dumaloq qilib yoyib olib, ichiga nachinkamizni solib tekislab chiqamiz. Va shu ko'rinishda o'rab, yaxshilab chetlarini tugib, videoda ko'rsatilgandek qilib yurakcha shaklini chiqarib olamiz. Hammasini listga joylab, ustiga paket yopib, yarim soatga oshirgani qoldiramiz. Oshib tayyor bo'lgan bulochkalarimizga tuxum sarig'ini surib, qizib turgan duxovkaga yuzlari chiroyli bo'lib qizarguncha qoldiramiz. Bulochkalarimiz shunaqa chiroyli bo'lib pishib chiqadi. Mazasiga esa umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bu yumshoqqina bulochkalarni albatta tayyorlab ko'ringlar. Bilaman, retsept yoqdi. Endi meni xursand qilib, yurakchani qizartirib qo'ying.